Dasturimiz davom etadi. Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi arafasida yurtimiz bo'ylab mahalla obodligi va mehr-saxovat oyligi doirasida keng ko'lamli obodonlashtirish va xayr-saxovat tadbirlari amalga oshirilmoqda. Namangan viloyati Uychi tumanida soliq xizmati xodimlari tashabbusi bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning xonadonlarida ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Mustaqillikning 35 yilligi oldidan o'tkazilayotgan mahalla obodligi va mehr-saxovat oyligi munosabati bilan amalga oshirilayotgan ezgu ishlar xalqimizga xos bag'rikenglik va insonparvarlik fazilatlarining yana bir amaliy ifodasi bo'lmoqda. Namangan viloyatida ham mahallalarda ko'cha va yo'laklar tartibga keltirilib, yashil hududlar kengaytirilmoqda. Aholi yashash manzillarida tozalik va ozodalikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Oylik doirasida viloyat soliq boshqarmasi boshchiligida Uychi tumani Qo'rg'onchi mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi ikkita ijtimoiy himoyaga muhtoj oilaning xonadonlari to'liq ta'mirlanishi rejalashtirilgan. Feruza otaxon va turmush o'rtog'i va 3 nafar farzandi bilan birgalikda 2020-yilda mahalladagi mana shu xonadonga ko'chib kelgan. Oilaning moddiy imkoniyatlari cheklanganligi sababli uydagi qurilish ishlari oxiriga yetkazilmay qolgan edi. Ularning sharoiti o'rganilib, mahalla yettalik bilan hamkorlikda soliq xizmati xodimlari tomonidan hashar tashkil etildi. Xonadonda keng ko'lamli ta'mirlash va obodonlashtirish ishlariga kirishildi. Ayni paytda uyning ichki va tashqi qismlari yangilanib, muhandislik tarmoqlari tartibga keltirilmoqda. Shuningdek, mahallaga 6 ta temir beton tayanchlar o'rnatildi. Bugungi xursandchiligimizni so'z bilan ta'riflab berish qiyin. Xursandman, prezidentimizdan xursandman. 2020-yil ko'chib kelgandik, er-xotin qo'shib o'zimiz shunchalik uy ta'mirladik. Qo'shimchasiga shunchalik qilib ta'mirlab berishyapti. Mustaqillik bayrami arafasida bu bizga qo'shaloq bayram bo'ldi. Minnatdormiz. Biz kabi oddiy fuqarolar bunday e'tibordan juda ham mamnunmiz. Mustaqillikning 35 yilligi arafasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik, saxovat va mehr-oqibat tadbirlari yurtimizda tinchlik, farovonlik va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Zero obod mahalla farovon hayot, baxtli oila esa yurt taraqqiyotining mustahkam poydevoridir.